cho'lda omon qolishni hech o'ylab ko'rganmisiz? Ko'rinishidan oddiyga o'xshaydi. Lekin endi biz oddiy cho'lda emas, ekstremal cho'lda omon qolishimizga to'g'ri keladi. Har xil struktura va piramidalar, zaharli ilonlar, har xil zombilar va katta qum tornadosi. Suvim yo'q! O'laman! Albatta oldinglarga yeyishga bir ikkita nigerlar olib olinglar va endi biz videoni boshladik. Yo, what's up niger? Bola obunachilar, bugun sizlar bilan birgalikda mana bunaqa katta sahroda omon qolishimizga to'g'ri keladi. Yo, what the fuck? Bolalar, qarochi bizani oldimizga qo'yilgan shartlar bor. Ya'ni mana shu katta qasrmi, endi bu uymi, ikki qavatli joyni biza ta'mirlashimiz kerak, ha? Lekin men buni qilmayman. Bu yerdan hamma lashlarni olib ketamiz-da, boshqa joyga boramiz. Chunki bu yerni men bir ko'zdan kechirib chiqdim. Bu yer umuman menga yoqmadi. Qanaqadir g'alati, xunuk joy lekin atmosferasiga gap yo'q bolalar. Chunki men sahroni bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Okay, bolalar, bizda qiyinchiliklar bor. Ya'ni bizga chanqash rejimi ham qo'shilgan. Xo'p, bolalar, endi biza chanqab jonimiz ketishi ham mumkin. Ikkinchi qavatda sandiq va mana bunaqa nima bu? Yo, what the fuck? Bolalar, radar! Bu buzil ekanmi? Buzilsa edi olib ketishdim. Xo'p, buning ichida nima bu? Ryukzak bor ekan bolalar, ryukzak. What the fuck? Let's fucking go. Bu yerda ham qurollar bor ekan. Bolalar, bu rivojlanishda ham bizda qurollar bo'lar ekan. Yo, bu boshqacha qurollar. Mana bu shotgun oldingi shotgun ekan. Yo, what the fuck? Bu qanaqa? Yo, bolalar, bu rivojlanishda ham bizning o'qimizda VIP bo'lar ekan. Chunki bizga VIP o'q berilgan. Okay, yana nimalar bor edi? Xo'p, ovqat, bu yaxshi. O, bizda kiyimlar ham bor ekan. Temirning kiyimlar. Xo'p, kiyimlarni kiyolamiz. Okay. Mana buni to'qsa bo'ladimi? Qarimga to'qaman buni. Bo'li, tushunarli. Mana ryukzakni to'qamiz. Sayohatchiman, mana buni qanaqa olib ketaman endi men? Buziladimi qo'l bilan? Oh, let's go. Buni endi biz keyingi yashash joyimizga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, yana nima? Fakilni olib olamiz. Okay. Yo, mana buni qaranglar. Ayiqcha. Buni ham olib olamiz. Mana bu fakilni ham olib olishimiz kerak. Xo'p, bizning hamma narsamiz joyida. Endi biz yashashga yaxshiroq joy topishimiz kerak. Bu yerda har xil qanaqadir jonzotlar bor, lekin men bilmayman. Video boshida ko'rsatgan bo'lishim kerak. Biz qayerga boramiz? Okay, bu yerda juda ko'p katta har xil narsa. Ilon. Zombilar ovoz kelibdi. Okay, ilonni otib tashlaymiz. O'qtib yapti. Qurollar borligi juda yaxshi. Bu meni stilim. Biz mana shu tog'ni kechib o'tamiz. Buni tog' ham demaydi. Bu sahro, meni sahroli tog'da yuramiz. Bu yerda har xil narsalar bo'lish kerak. Biz bu yerda omon qolishimizda shart. Yashashga yaxshiroq joy topishim kerak men. Wow, mana bu kaktuslar tepib ketmasligimiz kerak. Men juda qiziqaman. Meni oldinda nimalar kutib turibdi ekan. Wow, lekin mana bu ryukzak juda chot turibdi. Okay, suv. Aytgancha suvni qayta topamiz bunda. What the fuck? Sahro kimi? Nima suvni qo'shgan? Suv. Wow, nima bu? Kalta kiysak emas, nima deyiladi? Kalta nimadir? Kalta dum, kalta har xil. Qarochi mayli. Yo, bu yerda faqat sahro emas ekan. Mana bunaqa sahro ham bor ekan, ya'ni qizil qum. Mana bu daraxtmi? Daraxt topishimiz kerak rivojlanish uchun. Bebish nima ekan? Nima qilamiz? Bu yerda prosta yuramizmi? O, suv tugayapti-ku. O, itlar bor ekan. Yo, etmasmi? Bratishkalar yaxshimisizlar? Yo, itlar bor ekan. Suyak topsam it boqaman. Okay, xo'p. O, bizning suvimiz tugadi o'sha. Nima bunday itdachidan? What the fuck? Suvni qayda topagan endi? Ana bu yerda tulki tuya. Let's go. Tuyani ustiga o'tirsa bo'lakanmi? Mana bu yerda uy bor. Xo'p, bundan ichida nima bor ekan? Suv businda. Suv. Salom. Yo, toshba. Men yotoldim. Qanaqa yotdim? Qurol bilan esti bossa yotar ekan, yaxshi. Yo, mana bu yondirar ekan, men shotgunim yondirib tashlar ekan. Let's go. Yaxshi shotgun, yaxshi. Suvim tugayapti. Suv. O'lamanmi? Men hali yoshlik qilaman o'lishga. Qayga boray? Suvim tuga. O'laman. Suv! Bu daraxt. O'laman. Suv. Sahroga suv yo'q-ku. Nima suvni qo'shgan? O'lib ketishga yoshlik qilaman. Nima yer qimirlayapti? Nimalar bo'lyapti? Men boshim aylanyaptimi suv yo'qligiga. Ratchkalar suv. Zilzila to'xtadi. Suv. Ilon. Okay. Bizga nima kerak? Bizga qum kerak. Qum bo'ldiki hozir qani qum? Qum yo'q. Ana qum. Tezlash. O'laman. Qum. Tezlash. Menda yo'li bor. Okay. Let's go. Ana bu yerga yotoqxona bosib ketamiz. Xo'p, o'lsaga meni mana shu yerda turilaman. Nima qilay? O'ldim. Qani bismillahirrohmanirrohim. O'lmadim. Okay. Qarochi biz birinchi qilayotgan ishimiz ovqatlanib olish. Yaxshi ham suv o'ldirmas ekan, chanqash o'ldirmas ekan odamni. Okay, jonimizni to'ldirib olamiz. Yaxshi, bo'yini behayolim kelmay jon to'ldirish. Bizga qani hozirgi taxtalarim? Ikkinchi qo'limga ushlayman. Olovnachilar bizga kirka kerak hozir birinchi o'rinda. Okay.
Kirka qani? O'lib ketdimmi? What the fuck? Kech bo'lyapti. Bola kirka yo'q. Kirkani qanaqa taxtadan qilsam bo'ladi bo'lmasam? Yana o'lamanmi? Yarimta jon bilan yuramanmi? What the fuck? Bunchalar u ketadi o'ylamadi. Yo, qaysi taxtadan qilaman? Qaysi taxtadan? Faqat mana shunaqa chirgan taxtalar yo'q bu yerda. Yo, what the fuck? Bola obunachilar bizga edi yarimta jon bilan tirik qolishga harakat qilishimizga to'g'ri keladi. Okay. Yo'q joydan mana bunaqa begimotlar meni o'ldirib ketmasa bo'ldi. Qo'limga mana buni olib olay. Sirazu yotib uxlayveraman. Xo'p, taxtalar kerak ko'proq. Voy, eshitmaga nima bu? Nimaga yer qimilyapti? Bola yaxshi taxta. Let's go. Uyam bu. Nimagadir yer ham qimillayapti. O'qat. Okay, yaxshi taxta topdim. Bola biza butilka yasashimiz kerak. No'g'ri tushunmaylar-yu. Butilka faqat suv ichishim uchun kerak. Okay. Xo'p, uyga kirib olamiz. Tezlash. O, yaxshi taxta topildi. Endi biza bolalar bitta kirka solishimiz kerak. Kirka. Bola obunachilar hozir biza uxlashimizga to'g'ri kelyapti. Uxlaymiz. Go. Bunaqa yirqimlashga uxlay olamanmi men? Uxla. Kech bo'ldi-ku. Buncha qiyin bo'ladi o'ylamadim. Jon ketayotgan paytda uxlab bo'lmaydimi? What the fuck? Biz pastga tushib tosh olib kelishimiz kerak bo'lmasam. Kechasi nimalar ular bilmayman bu yerda. Xo'p, asta pastga tushib olamiz. Hozircha jonimiz to'la. Tosh. Aytgancha suvni qayda topaman men? What the fuck? Muammo ustiga muammo-ku. Boshlanish juda qiyin bo'lyapti bolalar. Aniq o'lib ketmasak bo'ldi. Tepaga chiqib olamiz. Tezlashib versagimiz oldiga borishimiz kerak. Suv ham top. Zombi ovozi. Qaydan zombi ovozi chiqibdi? Kamon otildi. Yarimta jon bilan o'lib qolmasam bo'ldi. Jonim ketmayapti-yamu. Bu yerga bitta fakil, okay. Biz bitta pechka olamiz. Endi bu yerdan ketamiz, suvni oldiga borishimiz kerak. To'xtala. Pechkaga bolalar biz mana bu qumlarimizni qizdirib olishimiz kerak. Biz butilka yasashimiz kerak qumlardan. Okay. Endi uxlash nima kerak? To'xta, butilkalarim qila olay. Nima kirib bo'lmayapti mana uni ichiga? Madir bo'lyapti. Nima bunday tez jonim ketyapti? O'lishga yoshlik qilaman. Qani. Let's go. Butilka. Okay, butilka yasaldi. Hammasini qizdirib qo'yaman. Endi butilkaga suv kerak. Ittalab olib kelaman suvni mayli. Uxlab bo'lmas ekan jon ketsa. Okay. Uxla. Let's go. Ketdik bola, biz suvga suv olib kelishimiz kerak. Bitta joyda suv ko'rgandik. What the fuck? Qo'rqitmaylar bola, qo'rqitmaylar. Kamon! Kirib bo'lsa kerak, qizdirdi qo'llar. Voy. Okay. Nimalar ovoz kelyapti? Yo, what the fuck? Ertalab ham zombilar bo'ladi bu yerda. Uxla. Okay. Qo'lni qizdirar ekan. Ertachidan ushlasak. Xo'p, mana. Bizda 9 ta butilka bor. Suvni qayerda ko'rgandim? Bitta tikonga tegib ketsam ham o'laman. Suv qayerda? Nima yer qimilyapti? Bola suvni qay ko'rgandi? Bola nima yer qimilyapti bo'ydan beri? Hamma narsalarimizni olib ketamiz, bola suv qidirgani. Let's go. Buncha qiyin. O'lib qolmasam bo'ldi. Seni ham olib ketaman. Okay, seni ham. Kit bola, mana bu yerda nimadir bordir, ha? Aldashibdi. Bu yerda suv yo'q, aniq. Voy, ko'rgandimda, qayerda ko'rgandim suvni? Nechomali ketdik mana shu tomonga. Nima bo'lyapti? Suvsizlikda qiynalish rosa ekan. Ana bu yerdamidi? Ana bu yerda ham uycha bor. Uychalar uncha keraksiz, chunki ichida hech nima yo'q ekan. O'lib qolmaydi. Kalta kiysak. Suv qani? O'zimni tikonga yo'ryapman, yo'qmi suv bu yerda? Bola boya qayga suv ko'rgandik? Bunaqa o'lib ketamadim, o'ylamadim. Shitimiz-sindi. Ayoq kiyimiz yo'q. Mana bu ham o'zi yo'qoladi. What the fuck? Keyin tez jonimiz ketayotgan bo'lar. Bolalar yo'qolsa. Voy, boya suvni metka qilib qo'ysam bo'lar ekan. Bitta joyda aylanib yuribman. Mana bu yerda katta shaxta bor. Let's go, o'sha yerda bo'lsin. Suv. Nima edi mana u? Please. Let's go, o'sha yerda ekan. Okay. Suv. Tush. Hammasini qizdirib olishimiz kerak. Qani beni pechkam. Okay, qo'yil. Nima bu qizdirmayapti? Nimaga qizdirmaysan? Okay, oddiy ichursak ham bo'laverar ekan, hech nima qilmas ekan. Buni effekti yo'q ekan. Oldin oddiygina ichsak zaharli bo'lardi, lekin bu yaxshi ekanchagina. Endi oddiygina suvda olib ichaveramiz. Qizdirib ochishimiz ham shart emas, yaxshi. Buni mana shuni yaxshi qilibdi lekin. Bola, endi obunachilar biz mana shu yerda ozgina rivojlana olishimiz kerak. Let's go. Endi bizda suv bor. Xo'p, yana suv olib ketsak bo'ladi. Qarorchi bola, menda ideya ham bor. Mana shu yerda 3 ta temir topib, biz chelak olib olamiz-da. Chelak yordamida yerga suvni qo'yib, mana shunaqa suvni ko'paytiraveramiz. Biz toshlik yerga qilib olishimiz kerak hozir. Bizda mana bersak, toshlik yerga. Xo'p, mana bundan yog'ochlan olamiz-da, ozgina cho'p yasab olamiz. Okay. Endi bizga toshlik taporam yasab olishimiz kerak o'zimizga. Bola, rivojlanish boshida juda qiyin bo'ldi. Okay, endi bu yog'iga o'zimni eplab ketsam kerak, lekin men hali ham ovqatni qayerdan topishni bilmayman. Mana bu kalta kesaklarni yemasam kerak. Okay, bizda yaxshi hozircha hayot yaxshi. Buzib tashlaymiz. Yo, to'xtala, temirlar qo'yib olamiz shunda. Temir olmadimmi? Bitta temirmi bu yerda? Oh, shit, bittagina ekan.
Menimcha bu yerda ketish vaqti bo'ldi. Tapor yosib olay o'zimga. Tapor. Okey, menda ideya bor. Bo'la, suvlarni mana bunga solib qo'yamiz, ha. Okey, bunga qanaqa solamiz? Bunda ham shuncha joy bor. Let's go. Barcha suvlarni shunga solib qo'yaveramiz, ha. Yana ikkita suv olib ketaylik. Barcha kerak narsalarimizni solib qo'ysak bo'lar ekan. Bizda yana kattaroq joy bo'ldi. Temirni hozircha qovurmaymiz, chunki temir bittagina bizda. 3 ta temir topsak qovuraveramiz, ha. Okey, biz shaxtaga kirishimizga to'g'ri keladi agar temir topishimiz uchun. Bu yerda shuncha ko'mir qolib ketyapti. Nima olib ketmayman? Stop, bizda temirli bolta bor ekan-ku. Nima mana bu bolta yasadi? What the fuck, ko'rmanman. Okey, asta pastga tushib olamiz. Astas shumi. Ovqat yana kech bo'lyaptimi? Biz bola yaxshilik istab keldik. Qo'limni o'qqizgim kelmayapti. Menga temir kerak. Muncha chuqur bu yer. Shu atroflarda temir ham ko'rinmayapti. Pastga tushsam qaytib chiqamasam-chi? Yo'q, tushmayman men. Ketdiga tepaga chiqamiz. Okey, asta tepaga chiqib olamiz. Mana buni orqamga olib olay. Biz tepaga chiqishga qum bor ekan. Tepaga chiqib olamiz qum yordamida. Xo'p, shu atroflarda yo'qmi? Bitta ham temir. Mana buni ichigachi. Hello. Menimcha temir yo'qga o'xshadi. Yo, what the fuck? Shunaqa tez kech bo'ldimi? Men hali urganishga ham ulgurmadim. Yana uxlaymizmi? Suv lekin yomon tez tugarga ko'proq suv kerak bizga. Okey, mana shu quyosh botayotgan tomonga yuraveramiz. Hozircha endi yaxshi, lekin ovqatni tuyalardan olamiz. Tuyani yeymizmi? Tuyani? Xo'sh. Wow, what the fuck? Yo! Bunaqa cheksizlik bu yer. Temir yo'qmi? Ko'mir bor ekan, temir yo'q ekan. Okey. Suv ichib olamiz, ha. Bitta, ikkita. Biz endi suv topsak bo'ldi. Shuncha qilgan ishimizga yarasha. Go. Kech bo'ldi bolalar. Mana shu katta joyga yotib qolsak ham bo'laveramiz, ha. Okey, bu yer ancha xavfsiz. U yoq bu yoqdan kimdir kelsa ko'rinib turadi. Nima uxlab bo'lmayapti? Juda kech bo'lsin deyaptimi? Juda kech bo'ldi-ku. Ancha qiyin bo'lib ketyapti, kech bo'ldi. Necha sal keyinroq uxlaymiz, go. Ungacha biz aylanib chiqamiz, ha. Miltiqlar tekshirib chiqamiz, bolalar. Qanaqa miltiqlar ekan bular? Wow, mana bunda lazer ham bor ekan. Yo, mana bu yangi sniper bolalar. What the fuck? Eski sniperimizdan ancha yaxshiroqmi deyman bu? Okey, lekin olinishi ancha asta ekan. Mana bu ayiqmi? Aniq ayiq bu bolalar. Ayiq. O'ldirdik. Yaxshi qurolimiz bu. Ancha katta joy ekan bu yer. To'xtaylik, mana shu yerda uxlasak bo'lsa kerak endi. Qo'l bilan urishga nima bu? Qachon o'rgandinglar sizlar qo'l bilan urishda? Meni yuragimni ishdan chiqarasizlar sizlar bir kun. Vo, mana bu yerda ancha katta shaxtaga kirib ko'raman. Hozir shu yerda tunab qolishim kerakmi? Wow, what the fuck? Tuna. O'lay. Yuragim chiqib ketay dedi. Qo'l bilan ham uradimi, odam degan. Odam emas, skelet-ku. Xo'p, bizga ham mana bular kerak emas. Isti bo'lsa yotarkandan shuni yo'qotishim kerak. Yo, bolalar, men yangi narsa o'rgandim, qaranglar. Agar bizga ham oldimizga odam kelsa, qo'l bilan urishni o'rgandim. Men basharaga yo'g'im bular. Oldimga kelsin bittasi. Xo'p. Suv. Bo'sh idishlarimiz to'ldira olamiz, ha. Idishmas bo'la bu. Idishmas. Hech qachon idish demanglar. Bular butilka. Butilka deb urganinglar bolalar. Idish u kosalar bo'ladi menimcha. Creepermi bu? Yo. Yangicha creeperlar bolalar. Yaxshi. Nimadir uchib ketdi qara. Tosh ekan. Xo'p, bola bilanchilar bizga temir kerak deysizlar bo'lsa. Ikkinchi qo'limga fakilim bor. Mana temir. Let's go. Tepadagi suvni yopamiz. Endi bizda cheksiz suv bo'ladi. Kakras ikkita ekan. Tak. Okey. Endi shu yerda qizdirib olamiz ham suv. Maylicha shu yerda qizdirib olamiz. Chunki bu yerda suv bor. Chelagimizga suv ham olib ketishimiz ham mumkin biza. Okey. Qaranglar, mana shundan keyin biza kira olmas ekanmiz buni ichiga. Qo'limiz qizar ekan. Jonimiz ham ketyapti. O'sha nima bosdim? Okey, suv kerak. Qaytib mana shu uchgacha endi kutib turamiz. Bizda radar ham bor edi. Men seni ko'ryapman. Xo'p, buni olib ketamiz. Eng yaxshi narsalardan biri uyimizga qo'yib qo'yamiz. Uy qursak agar, mana bu ko'mirlarni ham olib ketishimiz kerak biza. Yer qimirlashi nimadan ekan bolalar? Juda qiziqdim mana shu nimaligiga. Xo'p, okey, bizdan emas yaxshi. Voy, izma chiqib ketibdi. Voy, bular suv. Suv yordam bermas ekan. What the fuck? Ovqatlarni olishimiz kerak bolalar. Ovqatimiz ham tugayapti. Nima sansan? Jonim qani? What the fuck? Jonim qani? Suv. Basharaga tuyoqni ikkita oyog'i. Suvlarni baribir qizdira olmayapmiz bolalar. Xo'p, bizga yanada ko'proq butilkalar kerak. Hammasini qizdirib olamiz. Basharanga tuyoqlar. Dumalab keldi, qo'y. Yuragim chiqib ketadi dedi. Infarkt qilib qo'yadi bular. Xo'p, bola obunachilar, mana bunga spamni bosib qo'yishimiz kerak. Endi biz har qayerga to'xtasak, ustiga ham turib bo'lmaydimi buni? Basharanga oyog'i. Tushunarli bo'la. Mana buni urab qo'yishimizga to'g'ri keladi endi. Yaqin borsa bo'lmaydi. Okey, endi buni ichiga qo'limizni ham kirib olmaymiz. Ancha qiyin, oddiy sahroda o'yladim. Temir yana, okey, temirni olib ketamiz. Bola obunachilar, yana nima bor? Biza ko'rib olishimiz kerak.
Okey. Boshqa hech kim yo'q. Ana yerda ikkita zombi. Ikkita zombidan boshqa hech kim yo'q. Buni olib ketamiz. Xo'p, media bor. Buni sindirsakchi, qo'limizga ushlamay. Okey. O'rnashli endi biz bu yerdan ketamiz, suramiz, suv olib ketmayman. Qanaqa garangli. Hal chilaga yasamadim. Nimaga ketib boryapman? Chilaga solamiz. Endi bizda VIP suv bo'ladi. Xohlagan paytimiz suvni qo'yishimiz mumkin. Ko'mirni olib ketamiz. Zarar qilmaydi. O, ana temirni ham olib ketamiz. Endi bu safar bolalar biza kiyim yasashimiz kerak. O'zimizga ko'proq narsa yasa olishimiz kerak. Qurol aslaqalardan oldin yasashimiz kerak bu narsalarni, kiyimlarni. What the fuck? Oh, chunki bola ko'rdinglar, oddiygina dumalagich narsa ham bizani o'ldirib ketishiga sal qoldi. 2 marta kelsam o'lib ketardi. Spawnim ham yo'q edi. Tepaga chiqib olishimiz kerak. Taxta. Oddiy taxta. Okey, mana bu umuman kerak taxta degan bo'ldi. Yondirib ham bo'lmaydi, boshqa narsa ham qurib ham bo'lmaydi. Bu bunaqa cheksizlik ko'zimni og'rib ketyapti, bunaqa o'qligidan. Teparoqqa chiqib qaraymiz. Yo, let's go. Boyman. Yo'qqacha eson-omon bossam bo'ldi. Mana ko'tar ekanman. Endi eng qizig'i mana taxta meni qani go. Tak. 3 O'zi qivorardim. Okey. Qani bismillah. Xo'p, bu yerdagi hamma temirni olib ketishimiz kerak. Hoziroq men o'zimga kiyim yasab olaman yangi. Keyin shim, suv muncha tez tugaydi. Oh, wow. Let's go. Ancha ko'p temir chiqdi bu yerda. Xo'p. Yo! Okey, boshqa yo'q. Yana borda qayerdadir? Ha, tepada. Okey, let's fucking go. Okey. Xo'p, ularni olib bo'ldi. Endi biz pastga tushishimiz kerak yoki tepaga. Xo'p, mayli, tepaga chiqaylik. Nimalar bor ekan? Yaxshilab kuzatib olamiz yo bu yog'ini. Hozircha hech qanaqa zo'r narsa ko'rmayman. Faqat uy chiqdi. Taxtalarimizni ham qo'matdigi. Va. Ancha qiziq narsalar yo'q. Okey. Ana bu yerda nimadir bor bolalar. Nimaligini bilmadim-ku, lekin yaxshi narsaga o'xshabdi. Xo'p, bu yerda nima bor? Mana bu nima edi? Yaxshi, buni olib ketishimiz kerak. Uyimizga yondirib qo'yamiz. What the fuck? Qo'rqib ketdim-man. Qurolimga yo'g'im. Bo'lobunachilar biza qayoqqa ketayotganimizni o'zim ham bilmayman. Cheksizlik, cheksiz sahro. Cheksiz. Yo! Biza yangi joyda kashf etdik.